Ko'pchilikka o'tkir burchakning sinusi, kosinusi, tangensi va kotangensi qiyin bo'lib tuyulishi mumkin. Lekin bu videodagi 4 ta ta'rifni bilganingizdan keyin sizga barchasi oson tuyuladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, shunday misollarni oson yechishni ham bilib olasiz. O'tkir burchakning trigonometrik funksiyalari, ya'ni o'tkir burchakni sinus, kosinus, tangens, kotangesini o'rganamiz. Demak, o'tkir burchakning sinus, kosinus, tangens va kotangensi degan mavzu. Birinchisi, ta'rif. To'g'ri burchakli uchburchak o'tkir burchagini sinusi deb, shu burchak qarshisidagi katetning gipotenuziga nisbatiga aytiladi. Mana ko'ryapsizlar, bu yerda o'tkir burchak, ya'ni 90 dan kichkina bo'lgan alfa burchak qarshisidagi katet A, to'g'rimi? Buni demak gipotenuziga nisbati, ya'ni 90 gradus qarshisidagi tomon bu gipotenuzi. O'tkir burchak qarshisidagi ikkita tomon esa katet deb ataladi, to'g'rimi? Demak, A ni S ga nisbati. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar. Ana endi to'g'ri burchakli uchburchak o'tkir burchagining kosinusi deb shu burchakka yopishgan katetning gipotenuziga nisbatiga aytiladi. Demak, bu alfaga mana bu tomon yopishganmi? Ya'ni bir-biriga tegib turibdimi? Bo'ldi. Demak, shu B ni S ga, ya'ni gipotenuziga nisbati. Bu yerda ko'rib turibsizlar. Ana endi tangensi esa qarshisidagi katetni yopishgan katetga nisbati. Kotangensi esa xuddi shuni teskarisi, B ni A ga nisbati. Tushunib oldinglar? Bu juda ham oson. Ana endi misol yechamiz. ABC uchburchakda, demak, S burchak 90 gradus yozib olamiz. Mana bu 90 gradus. A, B, S. S burchi 90. AB 17, demak gipotenuzi 17 ekan. BS 8, AC 15. Shunda A va B burchaklar sinus, kosinus, tangens va kotangens qiymatlarini toping. Xo'p, bo'ldi. Demak, A uchun alohida topamiz, burchak B uchun alohida topamiz. Sinus A qarshisidagi katet 8 mi? Aha, demak 8 ni gipotenuzi 17 ga nisbati. Endi kosinus A yopishgan katet 15 mi? Shu 15 ni 17 ga nisbati. Tangens A demak 8 ni 15 ga, ya'ni qarshisidagini yopishganga. Endi kotangens A bizda nabrot yopishganni qarshisidagiga nisbati. Tushundinglar? Xuddi shu narsani endi burchak B uchun sinus B qarshisidagi 15 mana va u 17 ga nisbati. Kosinus B. Demak, yopishgan 8, uni 17 ga nisbati. Tangens B. 15 ni 8 ga nisbati. Kotangens B esa 8 ni 15 ga nisbati. Tushunarli-a? Barchasini o'rganib oldik. Ana endi bemalol misol ishlasak bo'ladi. ABC uchburchakda S burchak 90, xuddi boyidagi, demak. Mana bu 90. A, B, S. BS tomon to'r sinus A 0,25 ga teng bo'lsa, AB gipotenuzini hisoblang deyapti. Mana buni topgin deyapti. Demak, mana bu sinus A qanaqa topiladi? Qarshisidagini, ya'ni to'rni gipotenuza, ya'ni noma'lumga nisbati ana shu 0,25 deyapti. Demak, men so'rovni topishim uchun bu ikkalovi o'rin almashish kerak. To'g'ri 0,25 ga bo'laman. Ikkalovini to'g'riga ko'paytirib olsam 16 taqsim 1 bu degani 16 degani. Ana. Demak, AB gipotenuzani hisoblang desa, AB teng 16 sm. Ko'rdinglarmi? Shun bilan bizani bugungi mavzuyimiz, ya'ni bu o'tkir burchakni sinus, kosinus, tangens, kotangesiga oid barcha xossalarni o'rganib chiqdik. Keyingi darsda ko'rishguncha